zotdor, oti bor, qo'yi bor, buqasi bor odamlar boshqa hayvonlarni qochirib berganiga haq olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Umar roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayvonni qochirishlikdan olingan haqdan qaytarilgan deyiladi. Nimaga qaytarilgan desa, ba'zi ulamo olimlar bunda g'arar bor deyishadi. Urg'ochi hayvonni qochgan qochmaganligi, bo'g'oz bo'lgan bo'g'oz bo'lmaganligi bu belgisiz, buni faqat Alloh taolo biladi. Shuning uchun joiz emas deyishgan. Ba'zi ulamo olimlar esa bu bahosi yo'q oddiy suv bo'lsa, erkak hayvondan chiqqan najas suv bo'lsa, undan olingan haq esa joiz emas deyishadi. Ha, to'g'ri, zotdor ot, qo'y, buqa boquvchi insonlar haq olmasak arg'ilab ketadi, yemi, hashayi, shuning uchun haq olyapmiz deyishadi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsadan qaytarganlar. Agar urg'ochi hayvonni egasi o'zi rozi bo'lib, chin ko'ngildan bersa, unda joiz deyishgan. Vallohu a'lam bis-savob.